Qadimgi tabobatda aytilishicha, tarvuzning mijozi ikkinchi darajada sovuq va ho'l. Yeyilganda safroni va qon bosimini tinchlantiradi, siydik haydaydi, qonni suyultiradi, tanada namlikni oshiradi. Tarvuzning sharbati chanqoq qoldiradi, ayniqsa isitmada. Tarvuz sirka va asal bilan yeyilsa sarg'aymani davolaydi. Ovqat hazmini yaxshilashda yordam beradi. Buyrak va qovoqdagi toshlarni maydalab chiqaradi. Tarvuz shakar bilan yeyilsa mijozni tezda sovutadi. Tarvuz sut bilan ichilsa qora o'tni haydaydi. Melanxoliya, qo'rquv, savdoyilikda yordam beradi. Tarvuz tarkibidagi foliy va askorbin kislotasi aterosklerozning, ya'ni parishonxotirlikning oldini oladi. A va B6 vitaminlari ko'zni infeksiyalardan himoyalaydi, ko'rish va aqliy qobiliyatni yaxshilaydi. Tarvuzda folat kislota ko'p. Folat kislota qon yaratilishi, aminokislotalar sintezi uchun muhim bo'lib, kamqonlikni, turli qon va qon yaratish a'zolari kasalliklarini, nur bilan davolash asoratlarini davolashda foyda qiladi. Ichak mikroflorasi uchun o'sish faktori hisoblanadi. Folat kislota tanqisligida qon yaratilishi, hazm faoliyati buziladi, homilaning o'sishi orqada qoladi. Kartoshka, gulkaram kabi sabzavotlardagi folat kislota pishirilganda parchalanadi. Tarvuz yeyilganda esa bu vitamin to'lig'icha qabul qilinadi. Tarvuz tanadagi ortiqcha shlaklarni tozalaydi. Medikamentoz davolashning salbiy oqibatlaridan xalos etadi. Og'riq qoldiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Uni operatsiya va uzoq kasallikdan so'ng iste'mol qilish yaxshi. Yurak kasalliklarida tarvuz va olma sharbatini teng miqdorda kuzda iste'mol qiling. Tarvuz antioksidantlar likopen, niatsin, tiaminga boy. Tarvuz tarkibidagi kuchli antioksidant likopen onkologik kasalliklarning oldini oladi. Nurlanishga qarshi kurashishda yordam beradi. Qarish jarayonini sekinlashtiradi. Tarvuz yog'li va quruq terini birday yoshartiradi. Organizmni ultrabinafsha nurlardan himoya qiladi. Terining qarishiga qarshi tetiklashtiruvchi vosita sifatida iliq tarvuz sharbatiga namlangan dokani yuz va bo'yinga 15 daqiqa davomida quying. So'ngra yumshoq sochiq bilan artib krem suring. Tarvuz po'chog'ining quritilgan yoki yangisidan damlangan choy yuz terisini yashartirib, elastiklik baxsh etadi, rangini tozalaydi. Tarvuz po'chog'ining ekstrakti qalqonsimon bezni stimullaydi, qondagi qand miqdorini tushiradi. Tarvuzning quritilgan po'chog'ining qaynatmasini antidiabetik vosita sifatida kuniga 10-40 grammdan qabul qilinadi. Tarvuz po'chog'ining yupqa po'stlog'i olinib, murabbo tayyorlanadi. Bu murabbo plevritlarda, savdoyilikda, oshqozon, jigar, ichaklar va taloq kasalligida foydali. Tarvuz urug'larining mijozi ikkinchi darajada sovuq va ho'l. Kuchli siydik haydaydi. Urug' qaynatmasi siydik va gijja haydaydi. Xalq tabobatida tarvuz urug'larini ozroq suvda ezib sut olinadi. Ushbu sut tana haroratini juda yaxshi tushiradi. Gijja va siydik haydaydi. Xitoyda tarvuz urug'i yurakni mustahkamlovchi, qon tomir tizimini sog'lomlashtiruvchi va gijja haydovchi vosita sifatida doimiy iste'mol qilinadi. Tarvuz urug'larining bir kunlik qabul qilish me'yori 17,5 grammgacha. Tarvuz urug'i fosfor, kaliy, marganец, folat kislota, temir va sinkning tabiiy manbaidir. Tarvuz urug'i ham teri holatini yaxshilaydi va yallig'lanishga qarshi samarali vosita hisoblanadi. Yuzingizda sepkil bo'lsa, tarvuz urug'idan tayyorlangan emulsiyani 20 daqiqa davomida qo'ying, so'ng yuvib tashlang.